Bo'ldi, sizlar bilan yana o'shaman. Bo'ldi. Bugun biz sizlar bilan haftalik rekapni ko'ramiz. 9-iyun ochganman, 15-iyunni ko'rsatyapti. No. 9-iyun ochganman, 17-iyunga qadar. Bo'ldi. Sizlarga bitta eslatma. Albatta shu joygacha ko'rganmisizlar. Videomni albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentni ham tirillatib tashinglar. Bo'ldi. Avvalgi haftalikgacha nimalarga erishganimizni bugun ko'rib chiqamiz. Qarang, 5 ta katta video qo'yganmiz. 16 ta qisqa video qo'yganmiz. Ya'ni shorts 16 ta, 8 ta post qo'yganmiz. Bo'ldi, bularni hammasi sizlarni deb berishdim. Agar men bitta ham prosmotr yig'olmaganimda, agar sizlar bo'lmaganinglarda, men ya'ni bitta ham prosmotr yig'olmasdim. Bo'ldi. Sizlarga albatta kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi. Sizlarga ham bitta yangilik bor. Biz shu free fire'lar qo'yganmiz. Ba'zida futbol ham qo'yganmiz. Hammasiga like bosib, hammasiga like bosib, komment yozishni unutmang. Maslahat beraman. Va do'stlar, oxirgi marta 404 marta odamlar quvonib ko'rishgan. Ya'ni buni ichida meni Silver akam ham bor. Bo'ldi. Buni kanalni men chiqarganman. Albatta katta videolarimni kirsanglar, albatta bu kanalimda bo'ladi. Bo'ldi. Va bitta yangi obunachi bor ekan. U Omoxonmi shunaqa ekanda, bo'ldi. Korоче, quvonib ko'rishgan, 404 marta quvonib mazza qilib ko'rishgan bu videolarni. Endi bo'ldi. Mana keladigan bo'lsak, tomosha soni 1000 dan oshdi. Demak, bizlar 1700 marta edi ko'rgan vaqtim. Bo'ldi. Sizlarga kattakon rahmat. Shunga erishishga albatta sizlar sababchisizlar. WhatsApp. Men YouTube'dan ketayotganim yo'q. Prosta. Bo'ldi. Bir narsa. Odamlar shunchaki tomosha qilmadi. Ular bog'landi ham. 3 ta fikr. Stop. Uchalasi ham ekan. Amal bo'ldi. Bunga qiziqmaymiz, a? 3 ta fikr. 48 ta what the? Menda 95 ta. WhatsApp. Da. Keyin aytgan. Bo'ldi, albatta katta videolarim kirsanglar, akamning kanalini maqtab chiqarganman. Albatta unga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Hammasi uchun rahmat. Bu 25 ta shorts. Barakalla deyapti. Rahmat. Bo'ldi, sizlar bilan biz shunchaga erishdik. Hammasi joyida. Keyingi ijodingizni kutib qolamiz deb yozilibdi. Bo'ldi. Sizlarga rahmat, kattakon rahmat. Ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan men bo'ldim, sizlar bilan men ko'rishguncha deb qolaman. Yaxshi qoling, xayr.